Necha ko'rdinglar, Dondonzikida yutqizib qo'ydim. Hozir birinchi shartda kim belgilashini Dondonzikida aniqlaymiz. Ishonasanmi? Bo'ldi. Ke shart boshlandi. Dondonziki. Birinchi sharti mana Obid nomidan Abdulaziz. Ya, 3gacha. Bugun Hindistonning mustaqillik kuni ekan. Biz turgan joy ichkarisida Bayram bor. Bayram bo'lyapti. O'sha yerda tinmay o'ynash kerak. Nima kerak? Ahmad aka. Keblar suv bo'lmaguncha o'ynaydi. Ha, o'ynaydi. Lazzam o'ynaydi. Boshla. Qachon Mazza bularni tomosha qilib. Bu nima? Shartmi shu? Yana o'ynaydi. Rahmat muzgit yapti. muzgit yaptali. Ya bu shart so'lamaydi, boshqa joyda ham o'ynaydi. Ha bu men kayf qilmadim, bular terlab pishish kerak edi. Voy, ala muzgit. Laddu. Ha, laddu. Ovqat berish shartini bermaylar. Bunaqa narsalarni yuboramiz. Bu shart emas. Mana o'sha mashhur laddu. Zo'rmas ekan. Qani? Aytdim, Obidga ovqat shart bermaydi. Fel oqyapti mana. Isboti bilan. Ololmadim. Chirradim.